أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Qadrli o'quvchilar, 24-darsimizga keldik. Inshaalloh 24-darsimizda iqlob qoidasini o'rganamiz. Iqlob o'zi nima degani? Iqlob degani o'zgartirish, almashtirish degani. Sukunlik nun yoki tanvinning nuni b harfiga yo'liqsa, nunni mimga almashtirib dimoq bilan o'qish iqlob deyiladi. Ya'ni sukunlik nun yoki tanvinning nuni, ya'ni an, in, un b harfiga yo'liqsa, ya'ni ba harfiga yo'liqsa, nunni mimga almashtirib dimoq bilan o'qiymiz ekan. Misol min ba'di, mana sukunlik nun iqlob harfidan baga yo'liqdi. Ya'ni iqlob harfi o'zi bitta, ba harfi. Nima qilamiz? Nunni mimga almashtirib dimoq bilan o'qiymiz. Qanday? Min ba'di. Min ba'di. Mana bu yerda skobkaga olib ko'rsatib qo'ygan. Ana sami'un basir aslida mana tanvin nuni iqlob harfidan baga yo'liqda. Nima qilamiz? Nunni, ya'ni tanvinning nunni mimga almashtirib dimoq bilan o'qiymiz. Qanday? Sami'un basir. Sami'un basir. Buni ham skobkaga olib ko'rsatib qo'ygan. Mana bu yerda mana tanvinli nun o'rniga sukunlik mimni qilib oson qilib tushuntirib qo'ygan. Qadrli o'quvchilar, endi Alloh lafzi, ya'ni lafzatullohga bir alif qo'shib o'qishni o'rganamiz. Quyidagi so'zlarda Alloh lafziga bir alif qo'shib o'qiladi deyapti. Misol, Abdulloh deganda mana qadrli birodarlar, Alloh lafziga bu yerda mana bitta alif, ya'ni kichkina alif nima qilyapmiz? Taqdir qilib qo'shib o'qiyapmiz. Abdulloh. Keyingisi mana Ubaydulloh. Ubaydulloh. Fadlulloh. Faydulloh. Khayrulloh. Nasrulloh. Rahmatulloh. Zinatulloh. Ni'matulloh. Izzatulloh. Lutfulloh. Inayatulloh. Hidayatulloh. Atiyatulloh. 24-darsimizni ham mana shu yerda yakunlaymiz, qadrli o'quvchilar. Keyingi darsimizda inshaalloh davom ettiramiz.